Ko'pchilik yuqori qon xolesterindan saqlanish yaxshi ekanini biladi. Lekin xolesterin nima? Xolesterin bu jigar tomonidan organizmda ishlab chiqariladigan tabiiy yog'li modda. Qon xolesterinining yuqori darajasi yurak kasalliklarining rivojlanishida xavf omilidir. Shuning uchun muvozanatli ovqatlanish va sog'lom faol turmush tarziga ega bo'lish muhim. Herbalife Nutrition beta-xayotni ishlab chiqqan. Asosiy ingrediyentlar: yulaf beta-glotsinni o'z ichiga olgan toyimli vanil ta'mli kukun. Suvda uchraydigan beta-glotsinlar donda tabiiy ravishda uchraydigan eriydigan tolalar bo'lib, qondagi xolesterin darajasini pasaytirishi va saqlashi isbotlangan. Faqat 3 ta kerak. Qon xolesterin darajasiga foydali ta'sir ko'rsatish uchun 1 gram suli beta-glotsins. Beta-xayotni yaratish juda oson. 1 stakan suvga 1-2 qoshiq kukun qo'shing. Sharbat yoki sevimli formula oni kokteylingiz bilan aralashtirib, sog'lom va to'yimli taom hosil qiling. Beta yurak shuningdek, oqsin manba bo'lib, tolalarga boy. Shakar qo'shilmagan va faqat 25 dona. Har bir porsiya uchun kaloriya. Qo'shimcha ma'lumot uchun bugunoq Herbalife ovqatlanish azongiz bilan bog'laning.